O'zbekistonda 4-fevral kuni qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 4-fevral chorshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti haqida xabar berdi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Faqat Qashqadaryo viloyatida kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, juma kuni O'zbekistonga Qozog'iston hududidan sovuq va nisbatan nam ob-havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Buning hisobiga respublika bo'yicha 6-fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanishi mumkin.